Butun Angliya Husanovni tan oldi. Abduqodir Husanov APL ramziy jamoasiga kirdi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Angliya Premyer Ligasining 4-turi qiziqarli o'tgan uchrashuvlarga boy bo'ldi. Markaziy uchrashuvlardan biri Manchester derbisi bo'ldi. Pep Guardiola boshchiligidagi Manchester City futbolchilari o'z muxlislari ko'z o'ngida Manchester United darvozasiga javobsiz 3 ta to'p kiritib, mehmonlar ustozi Ruben Amorim kursini qimirlatib qo'ydi. Shu kuni shaharliklar hujumkor o'yin namoyish qildi va Erling Haaland, Jeremy Doku hamda Phil Foden uchligi United himoyasini yanchib tashladi. Bugungi dasturimiz homiysi Linebet kompaniyasi eng katta bonuslar va yuqori koeffitsiyentlarni aynan Linebet kompaniyasi taklif qiladi. Ekstra 25 promo kod bilan ro'yxatdan o'tsangiz 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiritasiz. Linebet havolasini video ostiga biriktirib qo'ydim. Manchester Unitedga katta summa evaziga olib kelingan hujumkor yulduzlar esa mezbonlar himoya chizig'ini yorib o'ta olmadi. Ayniqsa o'ng qanotda o'ynagan Abduqodir Husanov juda zo'r o'ynab, Pep Guardioladan tortib, muxlis mutaxassislarga bo'lgan qatlam ishonchini oqladi. Statistika ixtisoslashgan dunyoga mashhur WhoScored portali 4-tur yakunlari bo'yicha Angliya Premyer Ligasining haftalik ramziy terma jamoasini tuzib chiqdi. Quvonarlisi, eng zo'r o'yinchilar qatorida 21 yoshli legionerimizga ham joy topildi. Ushbu manba Husanovning Manchester Unitedga bilan derbisida harakatlarini 7.9 ballga baholadi. Bu ko'rsatkich unga ramziy tarkibdan munosib o'rin topish imkonini berdi. WhoScored talqiniga ko'ra, APLning 4-tur ramziy jamoasi quyidagicha shakllandi. Darvozabon Ruben Ruv Sunderland, himoyachilar Abduqodir Husanov Manchester City, Mickey Van de Ven Tottenham, Tyrone Mings Aston Villa, James Garner Everton, yarim himoyachilar Noni Madueke Arsenal, Moses Caicedo Chelsea, Martin Subimendi Arsenal, Jeremy Doku Manchester City, hujumchilar Erling Haaland Manchester City, Victor Gyökeres Arsenal. Endi Manchester City navbatdagi uchrashuvini 18 sentyabr kuni Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy guruhi birinchi turida Napoliga qarshi o'tkazadi. Abduqodir Husanov ishtirok etishi kutilayotgan bu bahs Etihad stadionida bo'ladi. Pep Guardiola shogirdlari Angliya Premyer Ligasining 5-turida London shahrida Arsenal mehmoni bo'ladi. Bu bahs 20-sentyabr sanasiga qo'yilgan. Qadrli do'stlar, Abduqodir Husanov o'yini haqida qanday baho berasiz? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa birdan like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.